O'zbekiston Bank Moliya akademiyasiga magistratura bosqichiga hujjat topshirish va to'lov qilish qo'llanmasi bilan tanishing. Hujjat topshirish jarayonida hujjatlar qabul qilingandan keyin shaxsiy kabinetingizda to'lov haqida ma'lumot paydo bo'ladi. To'lov quyidagi usullar orqali amalga oshirilishi mumkin. Istalgan bank filiali orqali yoki Xazna, Payme, Klik va boshqa to'lov tizimlari orqali amalga oshirishingiz mumkin. Bank orqali to'lov qilish uchun bankka quyidagi ma'lumotlar taqdim etiladi. Bank hisob raqami, to'lov maqsadi, talabgorning ism, familiya, sharifi to'liq yozilishi kerak. Va bunda test sinovlarida ishtirok etish uchun degan yozuv yoziladi. Bank hisob raqami, to'lovning maqsadi, talabgorning ism, familiya va sharifi to'liq yoziladi. Test sinovlarida ishtirok etish uchun degan yozuv yozilishi shart. Shundan so'ng to'lov summasi kiritiladi. Xazna to'lov tizimi orqali amalga oshiriladigan ishlar haqida ma'lumot beramiz. Guvoh bo'layotganingizdek, o'tkazmalar bo'limiga kiriladi. Rekvizitlar bo'yicha to'lov tanlanadi. Keyin budjetga to'lov bo'limiga o'tiladi. Bank Moliya akademiyasining hisob raqami kiritiladi. To'lov maqsadi aniq ko'rsatilishi kerak. To'lovchining ism va familiyasi, sharifi to'liq yoziladi. Test sinovlarida ishtirok etish uchun degan yozuv albatta bo'lishi kerak. Shundan so'ng keyingi tugmasi bosiladi. Payme ilovasi orqali to'lov qilish bo'yicha qo'llanma. Bank Moliya akademiyasiga test sinovlari uchun to'lovni Payme ilovasi orqali quyidagi tartibda amalga oshirilishi mumkin. Payme ilovasiga kiriladi. Asosiy menyuda to'lovlar bo'limi tanlanadi. To'lovlar bo'limi ichida oplata va budjeti bandiga kiriladi. Ma'lumotlarni kiritish. Ekranda ko'rsatilgan shaklga quyidagi ma'lumotlar to'liq kiritiladi. Bank Moliya akademiyasining hisob raqami, to'lov maqsadi, to'lovchining familiya, ismi, sharifi to'liq yoziladi. Test sinovlarida ishtirok etish uchun degan so'zni kiritish lozim. To'lovni amalga oshirganingizdan keyin kvitansiya yuklang tugmasi bosiladi. Shundan so'ng kvitansiya faylini yuklaysiz. To'lov kvitansiyasi tizimiga yuklanadi. Oxirgi bosqichda quyidagi amallar bajariladi. Ekranda kvitansiya muvaffaqiyatli yuklandi degan xabar chiqadi. Shundan keyin shaxsiy profilingizga kirib, kvitansiya tasdiqlanishini kutishingiz kerak. Kvitansiya tasdiqlansa, shaxsiy kabinetda to'lov muvaffaqiyatli qabul qilindi yozuvi paydo bo'ladi. Eslatma: to'lovni amalga oshirishda Bank Moliya akademiyasining hisob raqami hamda to'lovchining familiya, ismi, sharifini to'liq va to'g'ri ko'rsatish, shuningdek, kvitansiyani tizimga yuklash muhim hisoblanadi.